Aka o'rtadagi bu onasi Iston, otasi Simental gibrid bu. Mana shu, ha? Ha, bu gibrid. Ha, 17 million so'mdan aka 25 milliongacha molchamiz bor bu yerda. Agar bir joyda olaman deydigan bo'lsa, kelishtirib uchalasin savdo qilib. Poychalari, holati, stoykalari. Ikkinchisini ko'rsatib o'tamiz aka. Gibridchan, ha? Hol endi baribir gibrid hozirgi kunda juda ham kuchli bo'lyapti-ku. Mana qarang, qopqoqlari, ustlari ham keng ekan. Nima o'tirang ekan. Orqa kengliklariga qaraysiz, mana. Yelkalariga. Bunisiga ham juda ko'pchilik juda ham bandlik qiladi. Sababi bu sit yo'nalishda ham-ku, do'stlar, chempioncha nasib bo'lsa. Xudo xolasa, kim olsa, Alloh nasib baraka topsa. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli aziz vatandoshlar, Simental muxlislari, hurmatli Simentalchi aka-ukalarimiz. Bugun biz har doimgidek Dilshodjon ukamizning xonadonlaridamiz. Hurmatli aka-ukalar, bu yerda o'ta kuchli tanka buzoqchalarni sizlarga taqdim etamiz. Bir-biriga kuchlilik qiladigan haqiqiy nasib bo'lsa navoslar, hurmatli aka-ukalar. Hormang Dilshodjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, O'tkir aka, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Nasib bo'lsa kuchlilarini topib keldingiz. Davos aka, Turbosh Simentalcha navoschamizni olib keldik aka. Mana hurmatli aka-ukalar. Mana bunisi Navotrang ekan. Navotrang aka bu, ha. Aha. Keyingisi Aka o'rtadagi bu onasi Iston, otasi Simental gibrid bu. mana shu, ha? Ha, bu gibrid aka. Onasi mana gibrid ekan. Keyingisi Simental. Simental aka. Ha, keyingisi ham Simental. Holatiga e'tibor beraylik, gaziga, oldilariga, hamma yog'iga. Mana. Hurmatli aka-ukalar, nasib bo'lsa mana navoschalarni ko'rsatib o'tmoqdamiz. Dilshodjon, necha oylikdan ekan endi bular? O'tkir aka, bu yerda 4 oydan 6 oygacha bor, uchalasi. Aha, 4 oydan 6 Ha, oygacha. 4 oy, 5,5 oylik, 4,5 oylik shunaqa raisda aka. Demak, yeyish ichishi, sog'lig'i hammasi joyida har doimgidek. Mana holati birov-birovning ustiga sakrab, g'izzanglik qilyapti. Endi nima deydi? Novosda mol mana. Shunday aka. Demak, baholari qanday ekan bular? Aka, bu yerda 17,5 milliondan 25 milliongacha navoschamiz bor o'chalasi. Qarang, ikki chetdagi Simental, o'rtadagi gibridcha. Istonga Simental gibrid. Agar bir joyda bo'ladigan bo'lsa, aka 23 million so'mdan uchalasini bir joyga savdosini qilib beraveramiz. 23 milliondan baho qo'yyapmiz, ha? Ha, yo'q, agar adinniga bo'ladigan bo'lsa, aka 17 millionlik molchamiz ham bor bunacha. Ha, demak mana gibridni 17 baho qo'yyapmiz. Ha, 17 million so'mdan aka 25 milliongacha molchamiz bor bu yerda. Agar bir joyda olaman deydigan bo'lsa, kelishtirib uchalasini savdo qilib beraveramiz. Mana. Qisqasi kelishtirib beraverasiz. Shunday aka, 17 million so'mdan 25 milliongacha navoschamiz. Aha. Endi kelishtirib beramizmi yana? Savdolari bormi? Xudo xolasa shuncha vaqt kelishtirib beryapsiz-ku. Endi ko'ryapsiz-ku, onasining tagida 2 oylik shirvoz buzuvchilarni ham 25-30 million so'm deyishyapti. Sababi ular firmada sut bermaganki, ozgina ozg'inroq. Lekin polni yem-yemish bu yoq aka plusda ketadi bu. Mana. Endi to'g'risi faqat sutdan chiqqan endi kipak, demak silosda endi shu yemishda-da, to'g'rimi? Shunday aka, oddiy kipak, sinoch. Nasib bo'lsa savdolari bor, kelishadigan joyi, stoykalariga e'tibor beraylik, orqa kengliklariga, mana Estonga qaranglar akalar. Estoniya orqa tomonlari kengish, ajoyib ekan, gibrid, kuchli navos, buqa bo'ladi. Mana bunisi ham orqalari hamma joyi Simentalni endi xalq o'zi juda yaxshi bilishadi. Mana keyingisi, korobkasiga. Bas ozgina ozg'inda molchalarimiz. Toni yo'q ekanda. To'g'risiga toni yo'q, ozg'inda. Hurmatli aka-ukalar, mana firmaga borib buzog'ini so'raydigan bo'lsak ham to'g'risi narx-navolar juda boshqacha qo'yiladi. Endi Dilshodjon, siz bahoni qo'ydingiz, xalq keladi, savdoni qiladi. Bir sim so'rasa ham xafa bo'lish yo'q. Aka, shunday bozorda bemalol har doimgidek kelib qo'lda ishlab, silkab savdo qilaversin aka. Kelishtirib beraveramiz. Katta baho qo'yib, bu 100 ming, 200 ming o'tamiz demaymiz. Yilga qarab, bozor qarab beraveramiz savdosini qilib aka. Mana hurmatli aka-ukalar, navoschalar. Har doim ham bunaqalari ko'p chiqavermaydi. Akalar shoshilaylik, yaxshi mollar ekan, tavsiya etib qolamiz. Mana shu gibrid ham, hammasi, mana buni basharlarni ko'rsataylik-da. Mana aka, bitta obzorcha qilib beramizmi aka? Yaxshi bo'ladi-da. Mana. Do'stlar, e'tibor beraylik mana kallalariga. Qarang, adinlarni ko'rsataylik, molchalarni. Mana bunisi. Orqa kengliklari, poychalari, holati, stoykalari mana.
oladigan aka-ukalar videoni shoshilmasdan ko'raverik. Stoykasiga qaraysiz, dumg'uza balandligini ko'ryapsizlarmi? Mana bu. Mana tozasi xudo xolisi. 100 ga 100 mi endi Dilshodjon? Aka 100 ga 100, o'sha 101 ga 99 shunday. Ha, endi sementalni tanigan, boqqan akalarimiz bittada bilishaveradi. O'zi rangidan, ko'rinishidan, yurishidan, tuyoqlaridan juda ko'pchilik yaxshi bilishadi. Mana aka. Yebishi, sog'ligi aka adamga bir hafta biz bo'ynimizda. U mayda buzoqcha emas. Bo'yiga keladigan bo'lsa ham aka 1.10, 1.15 plus minus bo'lsa kerak menimcha. Mana katta molcha ekan mana. Ha, u sut buzoq emas. Ikkinchisini ko'rsatib o'tamiz aka. Gibridchan, ha? Mana. Gibrid. Endi buni ham semental desak orada o'tib ketadi, lekin gibrid deymiz aka. Endi to'g'risini aytgan yaxshida, kim bo'lsa ham Shunday. shunga qarab, vaziyatga qarab oladi. Narxlarini ham mana kelishtirib qo'yildi. Mana aka 17 million so'mdan 25 gacha savdolari bor ekan Mana molchilar. qo'ychalar vaqqa o'tagan, ha? Zo'r molcha ekan. 4 oylik aka bu. Endi Iston bilan gibrid mol endi baribir gibrid hozirgi kunda juda ham kuchli bo'lyapti. Mana qarang, qopqoqlari, sutlari ham keng yushak. Rangi toza, yeyish, ichish sog'ligi hamisha. Gildiyib qo'ymasin. Mana gil. Ana o'tiringchani adini bitta obzorcha qilamiz. Hurmatli aka-ukalar, tavsiya etib qolamiz, nasib bo'lsa. Akrayman deydi molchilar. G'izdengda bular aka. Baqbaqalari, to'shliklari, poychalari, tuyoqchalari. Firmada bilasizlar akalar, bitta joyga qamaydi, shu yerda yotaveradi buzoqlar. Chopib bu yoqdan bu yoqqa, bu yerda mazza qilyapti bular. Mana aka, buni o'tirang. Nima o'tirang ekan. Orqa kengliklariga qaraysiz, mana. Yelkalariga. Bunisiga ham juda ko'pchilik juda ham bandlik qiladi, sababi bu sut yo'nalishida ham Dilshodjon. Shunday aka. Xalq ko'pchiligi nasllikka bunisini, misol sut yo'nalishida bunisini xohlaydi, ham go'sht ham sutga ketadi, lekin nima deydi? Asosan 40 litr, 45 litr mana shularni onalarda kutilaygan-da. Chunki O'tkir aka hozir 25-26 million onasining tagida shirvoz bozorchilar turibdi-ku. Dehqonlarimiz uni qiziqib oladi. Bu 40 kunda aka 20 million molchaga aylanadi, chunki unga sut bermasa. Chunki bular tayyor mahsulotda aka. Yem-yemish polna o'tgan. Nima bersa yeyveradi aka mana. Endi bundan buyog'i buni o'zgartirish kerak. Bu so'lib plusga o'tdi-da bu. Bir so'lib endi polna plusga o'tdi bu mana. Zot suti qol aka, shoxi yo'q hech qaysini. Dilshodjon, endi xalq talabida yana bitta yarimta bir kattarog'i, zo'ri kerak deganlarga. Yana yaqinda bir zo'ridan originali kerak deydiganlar. bir dona bor aka, u zaxirada turibdi, bitta azobchasini qilamizmi? Juda ham yaxshi bo'lardi. Xudo xolasa, bahor chiqib nasllikka bo'ladiganini bitta ko'rsatib qo'ying. Hozir bir 4 oyda molga chopaydigan bir navozchamiz bor, sementalchamiz. Azobchasini ko'rsatib o'taylik. Ketdik deymiz. Mana xudo xolasa nasib bo'lsa chempion ha bu. Ha, chempionga yaqinroq. Xudo xolasa chempion bo'ladigani kattarsa, mana xudo xolasa. Do'stlar, bu nima deyapti bu? E'tibor beraylik. Mana holatiga qarang buni. Bu necha oylik bu? 7 oylik bu. 7 oylikmi? Ha, 7 oy. Stoykalariga qarang, shu boshqacha turadi. Bu o'rgatilganmi bu? Shunday 6 oy, 7 oy shunaqa bo'lib qoldi. Ha. Endi bizlar ham kengliklariga qarayman. Tug'ilgan, qaysi kuni tug'ilgan? Endi firmadagilar aytgan gapni bizlar ham aytamiz. Aha. Mana baqbaqa to'shlik, bo'yinlar, oyoq, poychalar, tuyoqchalarga e'tibor beraylik. Hamma joyiga oladigan aka-ukalarimiz nasib bo'lsa molni go'zali mana. O'tkir aka, endi nima deydi, sementalda ham turi ko'p-ku. Hozirgi maydachalar chiqarganimiz ham semental aka. 28-30 xil turi bor aka. Biz ham yaxshi bilmaymiz. Bu ham shu sementalchang go'zalchasi aka. Mana nasib bo'lsa. Hozir 3 oylarda sigirlarga chopaydigan bo'lib qolsa kerak menimcha. Xudo xolasa. O'zi gazga ham gazli molcha ekan. Hali ifga o'rganmaganda uncha. 2 kun bo'ldi uyga kelganiga, ancha o'rganib qoldi mana. Kengligiga e'tibor beraylik molni. Yelkalariga, orqa kengligi yomon keng ekan ekan. Ha. Nasib bo'lsa. Kobrachada, Kobra. Buni qancha aytyapsiz buni? Aka 30 million so'm savdosi bor aka. Kelishtiramizmi? Aka albatta kelishtiramiz siz obunachilaringizga. 30 million so'm baho qo'yildi. Bizda maqsad Savdolari bor. Maqsad sotish kelishtirib beramiz. Katta baho qo'yib nima qilamiz? Xonadonga molchani to'dalab. Ukachalar hayla qarang 3 ta. Bitta Navotarang, bitta Qizil, bitta Estonga semental. Mana yeyish ichish sog'liqchilar. Ko'raversin ha. Ha,
bemalol aka, mana holimizda har doimgidek kelib ustiga savdo qilib sinab ko'rib olib ketaverishimiz. Mana do'stlar 30 million so'm baho qo'yilyapti, ya'ni albatta savdolari bor, kelishtirib beramiz deyapti. Nasib bo'lsa, molni ajoyibligi, sifatiga e'tibor beraylik. Mana kengliklariga, gaziga. Mentalchi akalarimiz o'zi bittada bilishaveradi. Ko'p negativ akachalarimiz 30 millionga 400 kilolik navos beradi, 300 kilo. Endi aka u bilan buni farqi bor, zoti bor aka. Albatta. Mana bu yurishchilarni qo'ying. Mana juda bir kulali mol ekanda. Tarozi ekan, har tarafi tarozi mana do'stlar. Mana chempioncha nasib bo'lsa, Xudo xolasa kim olsa, Alloh nasib baraka topsa, telefon qilsa o'zim borib Xudo xolasa videosini qilib beramiz mana shuni. Eslatib, nima dedingiz Dilshodjon? Xudo xolasa aka, inshaalloh olgan akalarimiz 70-80 million navos qilib baraka topsin. Endi buni yaxshi niyat bilan oladi aka. Chunki 25-30 million kichkina pul emas. Shuni qarashni o'zi bo'lmaydi. 1 yil mehnati bor aka buni. Mana. Muhimi shu molga qarab pul berish kerak. Mana do'stlar, e'tibor beraylik, chotki molcha.